Assalomu alaykum qadrli tomoshabin do'stlar. Kanalimiz rivojlanishi uchun videoga layk bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Qadimda bir kishi bo'lib, uning yolg'izgina suyukli qizidan bo'lak boshqa hech kimi yo'q ekan. Kunlardan bir kuni qizi og'ir dardga chalinib vafot etdi. Sho'rlik ota qizini dafn etar ekan, qizini qabrgacha o'zi tushiribdi va mahkam quchoqlab olib, tinmay yig'labdi. Bechora otaning odamlar qabrdan zo'rg'a chiqarib olibdilar. So'ngra yig'lay-yig'lay uyiga, manziliga qaytibdi. Qizining aza marosimi hech ham ishongisi kelmas emish. Qo'ni-qo'shnilari kishining suyang'ichi bo'lib, barcha aza xarajatlarini o'zlari qoplabdilar. Azadan so'ng ota barcha xarajatlarni qaytarmoqchi bo'lib, hamyonini qidira boshlabdi. Ammo hech qayerdan topa olmas emish. Keyin qizimni qabrga qo'yganimda tushib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Ertasiga imomlardan birining oldiga borib so'rabdi: "Qizimni qabrga tushib, hamyonimni olib chiqsam bo'ladimi?" Imom "Bo'ladi" deb javob beribdi. Ota imomning huzuridan chiqib, qabriston chiqib yo'l olibdi. Qabristonga borgach, qabrni kovlabdi, hamyonini ham topibdi. Ammo qabrda nimani ko'rdi ekan? Ota sho'rlik hayron qolib, qimir etolmay qolibdi. Chunki qabrda qizi yo'q edi-da. Birozdan so'ng qizi yana qabrga paydo bo'la boshladi. Ammo uning yuzi, tizzalari, qadamlari va qo'llari kuyib ketgan edi. Otasi keyingina qabrni yopib, juda ham dahshatli holatda uyiga qaytibdi. Uyiga yetib olishi bilan qattiq toliqqanligi bois yotib chuqur uyquga ketibdi. Shu tushida qizini ko'rib so'rabdi: "Men qabrga tushganimda sen qayerda eding? Nima uchun ba'zi a'zolaring kuyib ketgan?" Qiz aytibdi: "Men qabrga tushgan zahotim farishtalar kelib meni olovli joynamozda namoz o'qish uchun do'zaxga olib ketishdi. Bu hol har namoz mahal takrorlanadi. Nima uchun seni do'zaxga olib borishadi? Chunki men namozlarimni o'z vaqtida o'qimasdan kechiktirar edim. Xulosa o'zingizdan."